Soat уже 11 bo'lyapti, lekin gaz qaynonam bilan gaz qaynukam haligacha uxlab yotibdilar. Shuning uchun ketdik, turg'izamiz. Ketdik. 날씨가 너무 추워요. 날씨가 너무 추워요. 저 산책할 거야? 응? 네. 네. Men betimni yuvib, cho'milib, boshimni yuvib, yuvinib chiqqunimcha даже tuzishmabdi. Kecha qaynonamni katta opasi ko'pgina salatlar qilib, kichkina xolamdan berib yuborgan ekan. Qaynonamga. Kichkina xolam uyiga olib kelib, har bitta salatlarni ochib o'zlariga ozgina olib qolib, ozginasini bizga bergan ekanlar. Keyin qaynonamga berganda, meni katta opam salafalarni bunaqa o'ramaydi-ku, chiroyli o'rardi, bunaqa o'ramasdi deb gapirdilar-da qaynonam. Keyin kichkina xolam aytibdi, bitta salatni sizlar yemaysizlar deb o'ylab, yarmini olib qo'ydim, ozgina berdim sizlarga deb aytdi-da. Atab o'sha salat rosa yoqdi menga. O'shanga keyin qaynonam aytdi, ha, bo'ldi, tushunarli. Bitta salat emas, hammasidan olib qolganman. Meni katta opam bunaqa salatlarni uramasdi, salafalarni deb gapirdilar. Kichkina xolamiz ham pishiq. Atok ularga alohida, bizga alohida bergandi katta xolam. O'shanga keyin qaynonam jahli chiqib katta opasiga telefon qildi. Kichkina opam sen bergan salatlarni hammasidan olib qolibdi deb. Keyin katta opasi kichkina opasiga telefon qilib so'kkan shekilli, kecha kuni bir bolalar ko'tarib chiqdi uyimizga. Sizlarda ham bormi qarindoshlar? Agar u bugun nimadir berib yuborsa sizlarga, yarmini shipak qiladigan yoki umuman butunlay bir ikkita donasini shipak qiladigan bormi? Men endi har kunlik ertalabki yuzga o'qidim, shu kompaniyadan bo'ladi. Menga rosa ham yoqdi. Shunga bugun ham erta turib olib, astoydil yuvinib chiqdim. Shu narsani qilaman deb. Shunaqa qilib ertalabki yuz o'qidim, tugadi. Sizlar kuninglarni nechidan boshladinglar? Kommentariyada yozib qoldiringlar.